Bugun Xalqlar do'stligi metrosi oldida kim birinchi bo'lib jadidlarimiz rasmini chiqartirib kelsa, unga Safe ishdagi qimmatbaho sovg'ani beraman. Chiqartirib kelsa nima sovg'a beryapsiz? Sirli sovg'a Safe ishdagi. Arziydimi shunga yarasha? Arziydi. Abdulla Qurbon Qodiriy va Cho'lponmi? Kim endi ular? Asliga odam tortib bering yoki qarang Abdulla Qodiriy Cho'lpon bor rasmi. Rasmini chiqartirib kelsangiz, atak takoy sovg'a bor. Mayli, olishim zarur. Chiqartirib kelgan. Просто chizilsa bo'ldimi? Chizdirsa emas, rasmini chiqartirib kelishingiz kerak ekan. Bilet kerak bo'lsa shu yerdan. Rasmni chiqartirib kelish kerak. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon. Birinchi bo'lib chiqarib kelganingiz uchun Falaq nashr tomonidan ushbu kitoblar sizga. Bu kitoblar albatta o'qing va eng muhimi shaxmat ustidagi qotillik kitobi. Bu kitob orqali siz insoniylik fazilatlari oxirigacha kurashishni o'rganasiz. Rahmat. Va baribir eng qimmatbaho menimcha kitob bo'lsa kerak. Bundan ko'ra kitob olgan yaxshiroq. Albatta. Agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, yana 100 ming so'm qo'shib beraman. Yo'q, men to'g'risini tanimayman. Falaq nashr kitob do'koni. Bu do'kondan o'sha o'zimizdagi eng zo'r kitoblarni xarid qilishingiz mumkin qulay narxda.